100 mingta qilganingizda 17 ta olaman. Sizlar tomonidan eng ko'p beriladigan savollar. Hayz og'riqlari normalmi yoki kasallik belgisi? Albatta norma emas, qanaqadir bir patologiya yoki kasallik belgisi hisoblanadi. Ajralma qachon normal, qachon xavfli bo'ladi? Agar ajralmalar miqdori 3-5 ml atrofida, ya'ni kuniga bo'lsa, rangi shaffof, ya'ni tiniq yoki oq bo'lsa, hidi bo'lmasa, bu norma hisoblanadi. Agar ajralmalar rangi sariq, yashil, qizg'ish bo'lsa, ko'p miqdorda bo'lsa, hidli bo'lsa va diskomfort keltirsa, bu xavfli hisoblanadi. Qaysi yoshda ginekolog ko'rigidan o'tib turish kerak? Har bir yoshda ginekolog ko'rigidan o'tish kerak, ayniqsa reproduktiv yoshda, ya'ni 18 yoshdan 38-40 yoshgacha bir yilda bir marotaba yoki 6 oyda bir marotaba ko'rikdan o'tib turish kerak. Spiral yoki boshqa kontratsepsiya vositalari sog'liqqa zarar qiladimi? Agar noto'g'ri ishlatilsa yokida noto'g'ri tavsiya qilinsa, albatta zarar qilinishi mumkin. Xonadorlikda qaysi mahsulotlar zararli? Gazli, konserva mahsulotlari, shirinliklar, xamirli ovqatlar zararli hisoblanmaydi. Me'yordan ortiq yesa zararli hisoblanadi. Agar sizga ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi reelslarimiz bundan-da qiziqroq bo'ladi.